Assalomu alaykum. Sotuvda tayyor turgan CNG'mizni ko'rsatib ketamiz. Bu bort tentlik. Kabina qismidan boshlaymiz. Konditsionerlari bor kabina qismida. Bokovoylar elektronli, ikki yon oynalari ham elektronli ochilib yopiladi. Tormozlari jidkisda bo'ladi, richaklari ham xuddi shunday tormoz richaklari. Balonlari 17,5 lik Bridgestone, ikki yon tomonida temir bilan qoplangan. 150 talik gaz balonlari bo'ladi. Buni bortini uzunligi 485 ga, balandligi 220. Mana ichki tomoni shu ko'rinishda bo'ladi. Orqasida dugalari temirdan. O'zimizda sotuvda tayyor turibdi CNG. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaradigan bo'ladi.